O'rta polvonlarga mana shu so'mni qo'yinglar. Faqat so'm qo'yinglar. Dollar, jonliq, menman degan O'zbekistondagi 12 ta viloyatdan menman degan polvonlar kelsin. Mana shu yevrolar, dollarlar olib ketsin. Hammani taklif qilamiz kurashga, bayram. Mana shu 25 ta naq turibdi. Mana yana 28 ta kelish kerak. Surxondaryo, Buxoro, boshqa viloyat, boshqa respublikalardan kelsa ham zotlarimiz yetib orta hammasiga. Assalomu alaykum vatandoshlar, kurash muxlislari, polvonlar hammaning diqqatiga 2026-yil 22-mart kuni Pazarg'am tumani Temirxo'ja qishlog'i Bobur mahallasida katta bayram, katta kurash. Hammani taklif qilamiz kurashga, bayramga hammani taklif qilamiz. Ertalab naharga oshimiz 1993-yillar xizmatdamiz bizlar o'zimiz. Xudo xolasa kamchilik bo'lmaydi, yaxshi o'tadi. Zotlarimiz zo'r, pullarimiz ham hammasi joy-joyida. Jonliqlarimiz ham 55 ta jonligimiz bor. Har yilgidan ham bu yil xudo xolasa chotga o'tadi, yaxshiroq bo'ladi. Birinchi tovog'imiz 1 tiya 100 euro, ikkinchi tovog'imiz 1 toy 100 euro, uchinchi tovog'imiz 1 ho'kiz 100 dollar. To'rtinchi tovog'imiz ham 1 ho'kiz 100 dollar. Beshinchi tovog'imiz 1 qo'chqar 100 dollar. Zotlar kamchilik yo'q, tovoqlar zo'r bo'ladi, palonlar. Hamma kelishini so'rab qolamiz hammadan. Xudo xolasa 10 tadan kam tovoq bo'lmaydi. Katta tovoqlar 10 ta bo'ladi xudo xolasa. Bitta palonlar ham hammasiga eng kami 500 ming zot aytiladi. Palonlarga qarab zotni aytaveramiz. Kamida 500 ming zot aytiladi. Zotlarimizdan kamchilik yo'q. O'tkir aka, men o'rta polvonlar deyilyapti. Men o'rta polvonlarga mana shu so'mni qo'yinglar. Faqat so'm qo'yinglar. Dollar, jonliq, qolgani borka. Hammasi katta manator. Endi o'rta polvon deganda o'rtada 7-8 sinfdan keyin bo'ldi. Hammasiga jonliq ham qo'yinglar. Sarka bor. 55 ta jonligimiz bor. 3000 dollar pulimiz bor. Mana yevrolargacha bor, yevrolargacha. O'zini mardman, menman degan O'zbekistondagi 12 ta viloyatdan menman degan polvonlar kelsin. Mana shu yevrolar, dollarlar olib ketsin. Halollab olib ketsin. Mayli agar bo'lmasa boshqa respublikalardan, qo'shni davlatlardan bemalol kelib olib ketsa, ularga ham zotlarimiz yetadi. Xudo xolasa qo'niqlari ham bor, kelaverasizlar. Zotlari juda ham ko'p. Akalarimiz yaxshi yig'ingan 93-yilda akalarimiz xizmatda bo'lganlar kelaveramiz. Uzoqdan bemalol kelaversin, joylarini tashkillashtirib beramiz. Hech qaysi polvonni norozi qilmaymiz. Omadlar bo'lsin akalar. Rahmat. Yana 28 ta ekan. Mana yana 28 ta kelish kerak. Bunlar bemalol kelaveringizlar. Bundan tashqari 3000 dollar pulimiz bor, so'mlarimiz 30 million so'mimiz bor. Jamini hisoblasak 6000 dollar pulimiz ham bor undan tashqari. Polvonlar bemalol kelaveringizlar.